Bu qiz ota-onasining uyidan borligini hech kim bilmaydigan o'sha maxfiy yerto'la haqidagi videoni o'z sahifasiga joyladi. Ular mana shu maxfiy yerto'lani topishgandan keyin hamma qutilarni chiqarishni boshlashdi va ko'rib turganinglardek, birinchi ochilgan qutida mana shunaqa qizil suyuqlik oqib ketgan narsalar chiqdi. Bu videoni kommentariyasidagi odamlar esa o'sha qizil suyuqlikni hamma tushunib turgan eskiga qotib qolgan o'sha narsa deb o'ylashdi. Lekin rostiga ham videolar ko'radigan bo'lsak, eski o'sha suyuqlikka o'xsharkan, ko'rinishi bo'yicha ham, izlari bo'yicha ham. Bundan tashqari qutida eski eslatma xatlar ham bor ekan. Kommentariyadagi odamlar taxminiga ko'ra bu eslatma onani o'g'liga bo'lgan xatiga o'xshardi. Chunki bu xatlarda men senga ishonaman, taslim bo'lma va shu kabi so'zlar yozilgan edi. Umuman olganda bu hamma qutilarda mana shunaqa esdalik, xotira narsalar saqlangan. Lekin baribir ham mana shu topilgan narsalar ichida birinchi ochilgan quti eng e'tibor tortadigani, chunki o'sha yerda o'sha qizil rangli suyuqlik e'tibor tortadi. Nimaga aynan bu suyuqlik o'sha qutining ichida va u suyuqlik u yerdagi qutiga qanday kelib qolgan, qayerdan kelgan? Chunki u maxfiy yerto'lada anchadan beri saqlangan-ku va o'tga odamlar anchadan beri tushmagan. Shu bilgan, ko'rgan dalillarimiz bo'yicha siz nima deb o'ylaysiz? O'zi hikoya aslida qanaqa bo'lgan? Yerto'la nima uchun kerak va o'sha qizil suyuqlik qayerdan kelgani? O'zingizni fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.